uchrashishimizning asosiy sababi viloyatimizda og'ir oqibatli yo'l transport hodisasi sodir bo'lib turibdi. Bunda farzandlarimiz voyaga yetmagan kichkina bolalarimizni maktabga, bog'chaga yolg'iz yuborishimizni oqibatida ayrim haydovchilarimizning qo'pol turdagi qoidabuzarlik oqibatida voyaga yetmagan bolalar bir umra nojiron bo'lib qolib turibdi. Shuning uchun sizlardan iltimos bo'ladi, kichkina farzandlarimizni, bolalarimizni maktab, bog'chaga yolg'iz o'zini yubormali. Bundan tashqari kiber xavfsizlik jinoyati, bu avtobuslarda qimmatbaho buyum, telefonlaringizni, pul mablag'laringizni o'g'irlash holatlari ushlab turibdi ayrim shu firibgarlar tomonidan. Shuning uchun jamoat joylarida, shuning bozor atroflarida, avtobusdan mingan vaqtlaringizda ehtiyot bo'lasizlar qimmatbaho buyumlaringizga. Chunki hozir videoroliklar orqali ko'rib namoyish qilishingiz mumkin. O'zingizni va o'zingiz mahkam bo'ling. Bundan tashqari plastik kartochka, kiber xavfsizlik jinoyati yo'nalishi bo'yicha ayrim firibgarlar tomonidan sizga Telegram orqali SMS yuborib, sizni plastik kartangizdan pulni yechish holatlari aldov yo'li bilan olish holatlari bo'lib turibdi. Shuning uchun sizlardan ham iltimos ham talab qiladi, shu videoroliklarni tomosha qilib borsangizlar, bu albatta kelajakda o'zlaringizni shu rejingizga mahkam bo'lsangizlar, bu buning ko'ngilsiz hodisalar sizlar bilan bo'lmaydi degan umiddaman. E'tibor uchun rahmat. Telegram kanallarda ishini so'zlab keladi. Bu videoda aytsammi, bu rasmda aytsammi, yo bo'lmasam pul yutib oldingiz degan yolg'on xabarlar kelish ushlab turibdi. Buni yolg'onga ishonib plastikingizni yo o'zingiz o'rningizdan ma'lumot beradigan bo'lsangiz, plastikingizdagi qimmatbaho pullaringizni yechib olish holatida ushlab turibdi. Avtomatik fayllarni yuklab olishni o'chirib qo'ying. Doimo fayl kengaytmasiga e'tibor bering. Telegram akkauntingizga ikki bosqichli parol o'rnating. Ogoh bo'ling. Mana hozir o'zingiz yo'lovchi tashkiloti bilan shug'ullanasiz, haydovchisiz. Kunora shu aholimizga xizmat ko'rsatasiz. Aynan ushbu jamoat transportlariga qo'yib turgan videoroliklar bo'yicha odamlarning fikri nechik? Odamlarning fikri yaxshi, ko'rib turib qonadilar, yaxshi fikrlarni qo'yib turibdilar. Mana bu gaplarda aytib turibdilar. Rahmat deb tushib ketadilar. O'zlaridan xulosa olib turibdilar. Aldanmaslikni tushunib yetib turibdilar. Plastik kartalarni va kodlarni birovlarga bermasligini tushunib yetib turibdilar shu gaplar. Tushib ketadigan paytida rahmat sizlarga, yaxshi roliklarni ishlatishlar deb rahmat aytib tushib ketadilar. Demak, aholimizning fikri yaxshi bu bola. Yaxshi fikr buni ko'rib, bilmaydiganlar shuni ko'rib turib, shuni o'zidan xulosa chiqarib turibdilar. Albatta bu ish yaxshi, kelajakda odamlarning aldanib qolishida oldini olinadi bu bilan. Hurmatli fuqarolar, ko'chada, jamoat joylarida hamda yashash xonadonlaringizda o'z mol-mulkingizga e'tiborli bo'ling. Nopok kimsalarning g'ayriqonuniy qilmishi tufayli jabrlanuvchiga aylanib qolmang.